qonunning yaxshi yomon yo'liga davomli agishishinglarni so'rayman. Endi men shu so'rovniki nimasidan deb qo'ydimdim. Shu barliq bundan keyingi yoshlar shunda biz maydoni ochiq bo'lgan. Bu demak bizning aytib berayotgan mashrablarimizniki nihoyat maydoni ochiq. Birinchidan axloq o'rganish, haqiqiy islom millati bo'ladi ekan, shu islomning aqidalarini to'g'ri tushunib, xato ideya tunolmay, to'g'ri ideyalardan aytib berishning asosi shunday qilib, yaxshi mashrablar, yaxshi so'rovlar bo'ldi, turli barliq keldi, ko'p bo'ldi. Hamma shunga sizlarning davomli qo'shin to'g'ri tushungan asosda texmo bizning kelgusi avlodlarni o'ylagan asosda va ajdodlarimizning yuzgaga asosda hammalar birdek kuch chiqarib, bu hammamizning o'rtaq orzuy bo'lishi kerak. Kelgusi shularni sifatli haqiqiy islom farzandlarini qilib chiqish uchun hammalar shu birdek kuch chiqarib, o'zimizga shu dushmanlik qilayotgan shu zaharli kichimliklar, dinimizga qasd qilayotgan shunday ishlardan qat'iy olib chekinishimiz kerak. Chunki bu ham kelgusi avlodlarning umidi ishlayveradi. Hamda bu oldimizdagi cho'nglar, bu shu yoshlik qolganlar, ular shu desa, bundan burun bizga o'xshash shunday bilmay, bitab ketib, cho'ng'an chog'da ular nimaga ularni hech qanday kirishchanlik yo'q. Hamma kirishchanlikni o'zimiz hisob qilamiz. Bu shu yoshlar birlashib, kelgusi millatimizda zo'r dinni olishtirgan asosda bu axloqni biz dunyo shu neni yashasa bo'ladi. Ishtiqolishib, bir-birimizga yetakchilik qilib, masjidlar mushlar qilib, bir-birimizga yaxshi o'tib, mushlar araq, sharab, mushlar hamma bir yomon narsa bo'lsa biz to'saq bo'ladi.